Sizlarda ham shunaqangi paxsa devormi, xomg'ishmi, sinchmi, umuman farqi yo'q. Eng to'g'ri yo'li fasadni plitka hozir montaj qilinayotgan joyga kelganmiz. Bu yerda do'stlar umumiy hisobda 165 kvadrat fasad, 30 kvadrat sokol montaj qilinyapti. Hozir birma-bir ko'rsatib boraman. Buni montaj jarayoni eng e'tiborli tarafi yangi chiqqan klinker deb nomlangan fasadni plitkamiz qoraga sabz rangdan bo'lgan. Bu polnisi qurigani yo'q. Mana ko'ryapsizlar, oralari hali dog'lari bor. Polni qurigandan keyin ustagalarimiz bitta lak beradi, shu bilan tamom. Bang'illagan fasad chiqadi do'stlar. Do'stlar, fasadni plitkani montaj jarayonini o'zlaring bitta e'tibor beringlar. Ko'plab videolarimizni montajni qilishni ko'rsatganmiz, lekin aynan shu klinkerda fakturalar bilan birga ko'rsatib bermagan edik. Do'stlar, bu shunchaki rekaga qatiriladi. Reka chiriydimi deydiganlarga havo aylanish hisobiga yog'och chirimaydi do'stlar. Oralariga shunaqangi utepleniyalar qo'yib yuborsa ham bo'ladi. Buni har qanday devorga montaj qilsa bo'ladi, hech qanaqa devor tanlamaydi. Eng qizig'i, qor yog'maydimi, tosh yog'masa bo'ldi. Qormi, yomg'irmi, umuman issiq sovuqda ham montaj qilsa bo'laveradi. Chunki bu suxoy montaj do'stlar. Do'stlar, fasadni plitkani